Xo'y, qila olamsa demsa, ya operatorga ma titan tomir vazirat deyjimi? Ma bizga qara www.com o'ynaydigan ballajimi bu? Keyin. Ekininglar, meni kallamga bir aql kelib qoldi. Qaranglar, biz mani sal o'zgartaylik. Oldiga bir voqelik qo'shib, shu voqelik bilan muzika kirishaylik. Anglanglar, sen bu qizni yaxshi ko'rsan. Bu qiz seni rad qiladi. Shuning bilan sen ochchig'ingga poylama yiningdan topanchangni chiqarsanda, qiz qartib o'q atsa. O'q qizning beliga tegdi. Dal mush paytning o'zida qiz sening o'zini naqadar yaxshi ko'rganligini his qildi-da, nari deb naqshni boshlaydi. Sen endi kapkisuva deb tankash qilsan. Tushundingmi? Naqshning o'tirligida qorlayaqdi. To'g'ri. Dal mushda suratlarimiz tayyorlab. Mavrid jabduqlardan tayyorqan. O'q qog'ozni berishim tuma, ha? Uni men beramdim. Men beram tumamsa. Tayyorlab. Sam, ar, ye. Action. Voy, ham, ko'nglim bajimi? Voy, mening sevgilim bor. Nima? Sen o'qitishmi dava ham? O'q ovozni bermamsa. Abdu beramsa. Dash qo'yib pulni tutdi. Risurka. Damayman. Risurka. Dulmama vaqt qamatidu. Yana bir qatim, ha? Tayyorlab. Sam, ar, ye. Action. Voy, ham, ko'nglim bajimi? Voy, mening sevgilim bor. Voy, nima? Music. Kepsiva. Beni taşlar kepsiva. Kepsiva, kitiverso. Sana kızdın neksiva. Kepsiva. Beni taşlar kepsiva. Kepsiva, kitiverso. Sana kızdın neksiva. Hey! Nimişkat! Sen nimişkat! Sen kat emez, ben kat! Sen nimişkat! Voy, boşlaq vaqirang, çömbang. Çömbang? Balangiz kapkisuva da atqanda oyadin bir ishak yutib ketdi. Mavritsu! Bura bana ishak neydi be? O'tam yoqqa, o'tam! O'tam! Ishak yaqsam. Tayyorla. O'tam yoqqa, yaxshi. Risurka, u katta anga o'tishandi. Biz avval bo'ldi. Tayyorlik. Yana bir qatim, ha? Sen, ar, ye. Action. Voy, ham, ko'nglim bajimi? Voy, mening sevgilim bor. Nima? Kepsiva. Beni taşlar kepsiva. Kepsiva, kitiverso. Sana kızdın neksiva. Voy, kepsiva. Beni taşlar kepsiva. Kepsiva, kitiverso. Sana kızdın neksiva. Biz qandalıqsaq oddiy bo'lib qotdikmi deb. Retso. Bayoqqa ishkilardan bo'lgan ekan hamda qanchalik olmoqchi chiqdi. Nimishka odam. Nimishka odam. Bir naqshning MTV'si 20 odam ishlasan bo'ladi. Atdiganda yo'q 26 kun yatima qajlab qoldik biz. Nima adashma bu? Mavritso, akila. Sheshonchi rastlaydi qira. Sen berib Xotima bilan Fatimani boshlab kelar yaltirab usloyim so'rashsin. Risurka ular usloyim chiqmaydi. Qo'sug'ich kiyimni kiygizib qo'ysan, kim ularning harakati qaraydi? Menga badinga bo'lmasa. Aqlliq chiqqan bo'lar kechikma. Qara, mana bu sen. Risurka, artistlar kelibdi. Voy, Odilka qanday ahvoling? Yaxshimi, salomat bo'linglar. Bu jiyan oldinchi qosizlar? Bir MTV vatda jiddiy suratga otgan. Voy, yaxshi bo'pti-ku. Voy, adilmi chiqdi bu. Yana bu ipxostirman, men yaxshi ko'rmayman. Xos emas, ipitipot. Ipitipot deganda tutibitsandam. MTV deganimi jiddiy senchi bor ukama? Adilka bo'ldi qilar, amishdan qilaman, quloqdan sichkatda. Mau eliqib, mo'shtimda aytib dadam anglaydigan narsa aytadigan mana shu. Zamondan keyin qanday etishmoq kerak. To'g'ri, men gapinglar qamlashmadi. Bo'ldi. Abduqodirjon tunimaydi oshmoqchilar. Abduqodir Yarili hozir xalq naqshlarimizni voyaga yetkazib, xalqimizning olqishiga erishayotgan naqshchi bu.
Bundan sonra qanday oldu? Adilka, xalq naqshil deydi ekansan, ey. Menda bir shu uchun pechat naqshini o'ynamamdi, shundami? Ya Adilka, biz mush bir necha yillar san'atimiz bekinmoqlarni bir buzib yutaylik-da. Sizlardek mushundoq kasbiy san'atkorlarning qilishga iqtidori yetmayotgan mushta zamonaviy san'at suratga olyapmiz. Ukam sen Ha, mana kasbiy san'atkorlar qilolmayotgan ishlar danglar. Shu. Adilka. Bu zodi qilolmaydigan ishmi yoki biz qilishni xohlamayotgan ishmi? Bundan bir qilib ko'rsatib qo'yma. yo'q, jimoqda. To'xta. Qamlashtiramiz sen bir keltirib ko'rsatib ya. Bu aka o'zingizni avar qilib. Adilka, ashta qilgan bo'lsa, bizning bola bir kun o'tasizmi? Ya Allah. Ya, tayyorlab. Ya mikrofon yo'qmi? Mikrofon beraman, chaqon bilan. Kasbiy, ko'rdingmi? O'tiraman edi. Rejissor, men qanday qilma? Yaxshi qilsiz menga. Ha, ma'qul. Tayyorlik. Operator tayyorlik. Set, action. Oxoxon, sizga ko'nglim majbur meni. Voy, mening sevgilim bor. Nima? Ha? Music. Ketdi. Beni tashlab ketdi. Kesken gidiyorsun. Sen de gördün nesli Ketdi. Beni tashlab ketdi. Kesken gidiyorsun. Sen de gördün nesli Ketdi. Beni tashlab ketdi. Kesken gidiyorsun. Sen de gördün nesli Ketdi. Gördün. Chiqibdi. Hakik san'atkor. Rahmat aka. Ya. Men kelishi. Ko'rdingmi? Men Adilka mush yeshida naqshchi emas turib bir qatim ko'rib, qara, ko'rdingmi? Men ko'rshaman. Ya, bildiram. Ma ishqa haqiqiy san'atkor deganinglar bu qamlashmada. Ukam, Ha? meningcha buni doras ancha tas emas. Rosa ustkelsi. Biroq men hayron qoldim, buni nima ish qildim deb Uyg'ur tilini MTV qishlarini olib qoldinglar. Moda tursa. Moda? Qadir ukam, moda emasmi bu? To'g'ri dedinglar. Bu naqsha dunyo miqyosida moda bo'lib, shu millatning san'at sevgisini dunyoga tunutdi. Bu ular o'zlari faxrlangan natija. Sizlar nima haqni do'rab, uning mastoni bo'lib yurysizlar? Sizlar 1000 yil padilchining ishini kiyvag'inglar bilan Amerikalik yüzinglarni qar oyoq bilan maylivasanmi? Hargizmi qartalik naqsh bo'lolmaysizlar. Sizlar yanada Uyg'ur bolalari fikrlarim. Albatta boshqa allardagi ilg'or madaniyatga qiziqganlarni buni bir xato ish degani bo'lmaydi. Lekin o'zimizning bu etkisiz xalq naqshlarimiz, muqomlarimiz davrdan davrga tarqib ketayotgan ajoyib issiq ijodiy naqshlarimiz bor. Ana shu naqshlarimiz melodiyasining go'zalligi, ifodalangan hissiyotning boyligi, kayfiyatning o'ynoq sho'xligi bilan xalqimizga tunulyapti. Boshqa allar shunga bizning san'atimizni yaxshi ko'ryapti. O'zimizning asliq issiq san'atimizni yaratmay, boshqalar bunda qarolat cho'qilsa qanday bo'ladi fikirlarim? Shunga boshqalarning ilg'or taraflarini bizni o'rganaylik. Ammo o'zimiznikini zamonga loyiq taraqqiy qildiraylik, moda qilaylik. Ana ashla qilgan chaqdilar bizning san'atimiz dunyo san'atida qarshilinda o'z o'rnini topalaydi. To'g'ri dedimmi, yaxshi qildiram? Navbatda gap qildim Juma aka. Merab qo'yganga naqsh o'qamaydigina Adilka. Mana rejissor, mag'atni vaqo haqiqiy jinoa bo'ldi. Mushni qilib tushiribdi qa. O'tadi voda. Ya, fikirlarim. Buni sizlarni ko'rishga maydi. Bizning sizlarga deydigan majburiyatimiz bor. Abduqadir uka, bugun bugun heytimizda ism naqshamlarni boshlamaylikmi? Alaq qilar. Abay nima qilmoqlar? Sen muzika. Sen yanı de